Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men bugun sizlarga DXN qora sedanasi haqida gapirib bermoqchiman. Bu ajoyib mahsulotimiz tarkibida qora sedana, qalampir munchoq hamda qora murch aralashtirilgan. Agarda sizda gijja parazitar kasalliklar qiynayotgan bo'lsa, liamblia bezovta qilayotgan bo'lsa, buyrak siydik yo'llaringizda tosh bo'ladigan bo'lsa, marhamat mana shuni iste'mol qilishingiz mumkin. Bundan tashqari o't qopi dimlanishlari, mana zagib deb aytamiz, qorinni ko'p dam bo'lishlari, ovqat hazm qila olmaslik holatlarida ham juda ham yaxshi effekt beradi. Immunitetni oshiradi, gripp shamollash paytlarida ham issiq suvga yoki sutga solib iste'mol qilishingiz mumkin. Farzandingiz ishtahasizlik, go'sht yemaslik holatlari bo'ladigan bo'lsa, ovqat tanlaydigan chimsa odatlari bo'ladigan bo'lsa, marhamat qora sedanadan foydalaning. Qo'shimcha bundan tashqari bu ayollarimizdagi ko'krak bezi mastopatiya, fibroadenomalarda, bachadon miomalarda ham juda ham yaxshi samarali vosita hisoblanadi. Sog' bo'ling.